Aka, uyda baliq yeb o'tirdik. Onam qiltanovga tiqilib qoldilar. Nima? Nafaslari qaytuvdi. Больницаga olib keldim. Tez yetib keling. Hozir yetib boraman. Qani onam. Tuzukmilar? Mashinani ham shunaqa qo'yadimi? Ben qarang aka, farosatingiz bor, mashinangizni ham shunaqa qo'yasizmi? Birovlarni vaqtini o'g'irlashga uyalmaysizmi? Voy, bir pas kutib qolibsiz, osmon uzilib yerga tushdimi? Olaman hozir mashinamni. Oling aka, mashinangizni iltimos, kech qolmayman. Osmon uzilib yerga tushadimi deyapsiz. Lekin sizdagi befarosatlarni kasriga mana shunday bemorlarning hayotiga nuqta qo'yilishi. Agar yana bir daqiqa kech qolganimda o'sha osmonda sizni boshingizni tushishi mumkin. O yüzden ahvollari yaxshi.